Xorazm aholisi orasida Said Asfandiyorxon yoki boshqa amaldorlar o'z boyliklarini Shveysariya banklariga joylashtirgani haqidagi afsonalar juda keng tarqalgan. Ba'zi tarixiy taxminlarga ko'ra, Asfandiyorxon Rossiyadagi inqilobiy vaziyatni va xonlikning kelajagi xavf ostida ekanini sezib, oltin va qimmatbaho toshlarni xorijga, jumladan Shveysariyaga olib chiqishga harakat qilgan bo'lishi mumkin. Xiva xonligida bosh vazir bo'lgan Islomxo'ja Yevropa bilan aloqalar o'rnatishga harakat qilgan. Shuning uchun xonlikning ma'lum mablag'lari xorijiy banklarida bo'lishi mumkinligi haqidagi gaplar Islomxo'janing tashqi iqtisodiy aloqalari bilan bog'lanadi. 1920-yilda Xiva xonligi tugatilgach, xonlik xazinasi bolsheviklar tomonidan musodara qilingan va Moskvaga olib ketilgan. Biroq xazinaning bir qismi yashirib qo'yilgan yoki oldindan chetga chiqarilgan degan shubhalar hamon saqlanib qolgan. Shveysariya banklari bu haqida nima deydi? Hozirgacha biron bir rasmiy manba yoki Shveysariya banki Xiva xoniga tegishli hisob raqami mavjudligini tasdiqlagan emas. Shveysariya qonunchiligiga ko'ra, egasi yo'qolgan hisoblar ma'lum vaqt o'tgach e'lon qilinadi, lekin Xiva xonlari nomiga bunday mablag'lar topilmagan. Bugungi kunda Moskvadagi Olmos fondi va Ermitaj muzeylarida Xiva xonlarga tegishli bo'lgan bir qator zargarlik buyumlari va tojlar saqlanmoqda. Bu esa xazinaning katta qismi chetga emas, aynan Rossiyaga ketganini isbotlaydi. Xiva xonining Shveysariya bankida puli borligi haqidagi gaplar esa ko'proq tarixiy afsona va mish-mish hisoblanadi. Buni isbotlovchi birorta ham arxiv hujjat yoki bank kvitansiyasi mavjud emas.